5 qism. To'zg'an chechaklar. Hozirgi holimni kimga qandoq deyishimni bilmaydim. İlyar kunda telefon qilib, mendan uningga degan demaginimni so'raydi. Endi ikkilindiga yeri qolmadi Aynur. U meni dodil bo'lishga undaydi. Bu kunlarda Murat to'limi kuyimchan bo'lib, ko'pincha vaqtda uyda bo'lib ketyapti. Bu ahvolda men qandoq eg'iz etishni bilmay qelyaptim. Yuz bergan bir qator ishlar hozir meni qang'irtib qo'yayotdi. O kuni men ishdan baldur qaytgan edim. Xiyolimda bugun uningga o'zimning ajrashish xiyolimni aytmoqchi edim. Necha kun qayta o'ylanish orqali oxiri shu qarorga kelgan edim. Bu jahonning ishlari to'liq g'alita. Doim o'ylamagan ishlar yuz berdi. Men uyga qaytib kelganda, u uyda yo'q bo'lib, tomoq ustida bir parcha xat turardi. Men hayronlik ilgida xatni qo'limga oldim. Aynur, men ketdim. Hammani bildim. Men demisem qandoq bilgandi o deb hayron bo'lma. Sen bilan birga yashayotqali 4 yil bo'lib qolay degan tursa, sening qaysi holdiliqingni bilmay qolamanmi? Seni to'liq yaxshi ko'ratdim Aynur. Senimi o'zimni yaxshi ko'rgizib olaman deb o'ylab ekanman. Afsus. O'ylaganlarim faqatla xom xiyol bo'lib qoldi. Sening eg'ir o'xshanishlaring o'z uyingdimi xuddi mehmonga borgandek menga tuzit qilib, mendan o'zingni elib ketishlar. To'g'ri. Mening farzandlik bo'lish iqtidorim yo'q ekan. Men mushu holatimda sana yana yepishib olmayman. Lekin sen bilan ajrashib, ko'z oldimda sening yana bir er bilan o'tishingmi chidab turolmayman. Bu men uchun nomus. Bu men uchun haqorat. İlyar menga hammani dedi. İkkinlarning bir-biringlarni yaxshi ko'rdiganliginglarni, lekin sening yanala men bilan ajrashishga qo'shilmayotganligingni, hatto bo'yingda borlig'ini hammani dedi Aynur. Seni vafosiz deb ayblashimni yoki buzuq deb tilashimni bilmadim. Kishilik turmushda pul, mol, moddiy maishatning, mehr muhabbatning o'rnini bosolmaydiganligini o'z beshimga kelganda bildim. Men sendimmi, yana birsidimmi og'rinmayman. Chunki hozir men hech kimdan og'rinish huquqim yo'qdek his qilyapman. Bilsang, normal bir er kishi uchun farzandlik bo'lish iqtidoridan mahrum bo'lishdanmi ig'ir azob yo'q edi. Asli Ilyar dastlabda bu gapni menga deganda, men nimani o'ylagan bilamsan? Qulqonadan tutib angla Aynur. Mendeki xo'rliq hissiyotini texmi kuchaytirayotgan sendek ayolni o'ldirib yutishni o'ylagan edim. Seni o'ldirib yutishni o'ylagan edim. O'z qo'lim bilan seni jahannamga yo'lga selishni o'ylagan edim. Seni yo'lga solsam, o'zimni yeniklab qolatdim. Sen yuzimga chashqan xo'rliq yundisini sening qining orqali yo'yitishni o'ylagan edim. Lekin yana shuni o'ylab qoldim. Yaratquchi meni farzandlik bo'lamaydigan qilib yaratdi-yu. Sen yana boshqalardan homildor bo'lding. Mayli bu bola nikohsiz bo'yingda qolgan bo'lsin, bolada nima gunoh? Balkim bu mu taqdirning o'rinlashtirishidir. Oxir men seni qo'yib, o'zimni ozod qilishni, o'zimni yo'lga selishni tanladim. Qo'rqma Aynur. Hech kim sendan gumonlanmaydi. Sen bu xatni ko'rib bo'lib, yirtivasanlar, hech kim hech nimani bilmaydi. Oxirda deydiganim, erishganlaringni qadrla. Seni so'yamagan eringdan. Xatni o'qib bo'g'icha qo'llarim titrab, o'zimni bilanmigidek bo'lib qoldim. Oxirgi borgancha hech nimani tushunolmagandek bo'lib qoldim. Shu arda yon telefonning ansiz sayrishi meni aslimga keltirdi. 5018-numurluq mashina sizlarningmi? Ha. Yuqori suratli yo'lning aylanma eg'izida qatnash vaqasi yo'liqibdi. Yo'ldan o'tayotganlar bizga xabar qilibdi. Hozir doktorxonaga elib ketyapmiz. Ahvoli xatarlik. Uydan qandoq chiqdim,
Mashinani qandaq to'sdim. Yo'lda ketayotqancha ikki uydagi cho'nglarga xabar qilib etdim. Doktorxonaga borsam, ularmi oldi-kayni bo'lib yetib keldi. Qeyni anamning oldi to'g'ri silib yig'lashlari, bayiqi xatlik so'zlar qo'shilib, hech nima aqramayli qoldim. Sestra chiqib, bizni jimjitlikni saqlashni eskartib qo'yib, yana kirib ketdi. Vaqt 1 minutdan o'tmoqda. Soat istiralkisi xuddi mening beshimda tugman teshi cho'riyotgandek, beshim og'rib ketdi. Qanchalik vaqt o'tganligini sezgidek holda emas edi. Mashina yo'l yoqasidagi stolbiga qattiq qusganda bemorning bosh qismi og'ir yaralangan bo'lg'achqa, hozir biz dastlabki qutqizishni elib bordik. Hozir vaqtincha xatarlik bosqichidan o'tib ketdi. 24 soatdan keyin qayta tekshiramiz. Murat og'ir kasallarni kuzatish uyiga ilib chiqildi. Bizni faqat kunda 2 qitim 15 minutdan ko'gil qo'yatdi. Boshqa vaqtda ko'rishimizga ruxsat qilishmaydi. U shu holatda 10 kun yotgandan keyin ko'zlarini ochib atrofiga qarayolg'idek bo'ldi. Uningga qarab, gunohkor ko'zlarimni nega ilib ketishni bilmadim. Uning musha holga tushib kelishiga o'zim sababchi turib, yana uning oldida turayotganimga o'zimning ishongim kelmayotdi. U arda Ilyardan kelgan telefonimni olmagan, izlab kelgandim ko'rishmagan edim. Uning bilan yana ko'rishib gap qilganmi yo'q edi. Bir tarafga qarasam Murat, yana bir tarafga qarasam Ilyar bilan qo'rsuqimdagi bolam tugishib ketyapti. Murat hozirgacha doktorxonada. U uydagi cho'nglarning oldida chandurmag'ini bilan ikkimiz qolganda menga bir eg'izmi gap qilmaydi. Uning meni tillab bilishini, qong'idek tillab ichini bo'shtib bilishni orzulab kelyotdim. Balkim shundoq bo'lganda menmi bu ruhiy azobdan yeniklab qolar bo'g'aydim. O'zimni dunyoda bo'lgan-sir ortiqcha bo'lib qolganimni his qilmoqda edim. Agar men bo'lmagan bo'lsam, mush ko'ngil og'riqlari bo'larmidi? Ilyarmi balkim yaqin yurtda sarson bo'lib yurmay, o'z yurtida baxtli oilasini qurgan bo'lar edi. Muratmi bugungi holga tushib qolmas bo'g'aydi. Agar irodalik ayol bo'lgan bo'lsam, bu ishlarni yaxshi bir taraf qilib, o'zimni boshqalarni vayron qildigan bu barsi kelmas yo'lni tanlamas bo'g'aydim. Ota-ona roziligini qo'g'lishib, 4 yillik muhabbatimni o'z qo'lim bilan bo'g'ib tashlagan men edim. O'zim chin yuragimdan so'ygan va so'yilgan yigitimni chorsizlik cho'llarga tashlab, unimi, o'zimni yetkichi qiynadim. Bu necha yillik nikoh turmushimning menga bergan savqi shu bo'ldiki, baxtlik bir nikoh hargizmi moddiy maishatni asos qilmaydi ekan. Muhabbatsiz oila xuddi qum ustiga silingan uydek umri qisqa bo'ladi ekan. Turmushning kichikini judun chapqunlarmi uni osonla uchirib tashlaydi ekan. Nikohning yuzi issiq degan gapni kimmi degan bo'g'iydi. Shu yuzi issiq nikoh uchun men qanchalik badal to'lamadim. O'zim so'ymaydigan, fikr o'rtoqligidan so'z etish mumkin bo'lmagan bir er bilan bu necha yilni o'tkazish menga oson to'xtadimi? Ko'z oldimda uchib yurgan so'roq belgilari meni bo'g'moqda. Go'zal chechaklar Gülistonga xosdirki, u hargizmi cho'llarda echilib bo'lmas. Qalbimdagi chorsizlik meni qorong'ulikqa so'rmoqda. Ishlar bu holatga yetdi. Endi men Murat bilan birga o'tib bo'lolmaydim. Ilyar bilan birga o'tishim texmi mumkin emas. Bu holatimda yana beshimni ko'tarib, o'zimni o'zim so'roqqa tortib yashashimning o'rnimi qolmagan edi. Qadamlarim meni Ilyar bilan doim ko'rishadigan yeliq daryo bo'yiga so'radi. Bugungi quyosh o'ltirish oldida shunchalik go'zallashgan bo'lib, atrof qon rangida qizargan. Suv yuzida aks etgan odoqi quyosh nuriga to'ymay qaradi. Atrofni bara-bara qorong'ulik iskanjiga oldi. Osmon sahitida jimirlashib turgan yulduzlarmi seningdan men chiroyli deyishgandek ko'zlarini qisishmoqda.
Bugun ay qarang'usi bo'lsa kerak. Hamma odamning yulduzi bo'ladi deydigan onam kichikimda. Bilmadim. Mening yulduzim qaysikin? Men xuddi shu qarishimda yulduzimni topmoqchi bo'lgandek osmonga tikildim. Kishilik turmushda odam o'z baxtini topmoqi qiyin bo'lganidek, to'manligan yulduzlar orasidan o'z yulduzimni topmoqim uncha oson emasligini his qildim. Bir qadam, ikki qadam. Shu chaqda tuyuqsiz qo'risqimdagi balam yenik tavirdi. Suv yuzida to'manligan yulduzlar aks etib, jimirlashib, xuddi bizni chaqirayotgandek qiladi. Qadamlarim bizni yulduzlarimizning yeniga tortmoqda edi.